Ertalab turasiz, sразу pul tezasiz. Chiqib ruchka aylantir, suv quy deyilmaydi. Shkalatidan topib qo'ydim texnikani. Havasman akalarimiz uchun videoda oxirigacha ko'ringlar. Ma'lumotlarni beraman, to'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Ideal sostenidagi zil 130 imiz 83-yilda ishlab chiqarilgan. Eshiklar yopilishini ko'ringlar. Mashalloh. Bu polni shumka qilingan, aytib o'tganimdek polni bezaklari berilgan. Havasman akamiz texnikalari olgan odam maza qilib haydaydi to'g'risi. Viloyatdami, rayondami bitta bo'lib yuraman desalaring, bosib oladigan joyi. Aka bunga konditsioner ham qo'yilgan. Konditsioneri bor. Ishlaydi. Ishlaydi. Mashalloh. Ko'ringlar. Havas qilib like bosgan do'stlarimizga shunaqa shkalat zillarni olib haydash nasib qilsin. Chexol, polik, apshkalari shunaqa chiroyli yarashibdi svetiga. U eshik yopilishiga havas qildim to'g'risi. Ko'ringlar. Aka ramalarda matrishina yo'q-a? Xudo xolasa butun. Jaluzalarni ko'ringlar mana. Jaluzalar ham ishlaydimi aka? Ishlaydi. Antifrizmi, suvmi? Antifrizda mashina. Mashalloh. Aytdim, bu tashqariga ovozi uncha eshitilmayapti, salon ichiga eshitilmayapti, kapotlargacha shumka qilib yuborgan ekansiz aka. Mashalloh. Ko'ringlar. Motorni ko'ringlar, tozaligini mana. Gap yo'q ey. Bitta pultni bosib yuboring aka. Ashitda turib. Mashalloh. O'zim motorni o'zi ham past ishlayapti, ko'ringlar. Zo'r aka, ko'chiravering. Ular ekan, aka shunaqa qilib haydasa ham kimlardir shunga zor, kimlardir qilar xor deydi-yu, lekin akamiz haqiqatan ham go'zal qilib qo'yishdi texnikani. Yana bitta pirusomon akalar kamar sistemaga tormozlari ham mana. Rushnoya bu. Ha, Osing shunaqa texnikalarni olib haydasang, oh. O'zim ham zil olib haydab ko'rganman, lekin to'g'risi bunaqasini endi ko'rishim. Umuman kamchiligi yo'q-a. Bortlari ham zo'r holatda turibdi. Narashka dokumenti ham bor. Narashkaga ruxsati ham bor, lekin olib qo'ygan ekansiz narashkasini. Orqa balonlari 80-90% atrofida. Balonni ham normalniy qo'yilgan ekan lekin. Ko'ringlar mana uchkalarni oldida umuman trishina yo'q. Toza holatda. Olayotib tekshirib olgansizda buni aka? Ha, tekshirib olganmiz. Bo'shda ovoz yo'q. Mana kamas energiya akkumulyator qo'yilgan. Ushbu klapini ham qo'yilgan ekan mana. Polietilen trubkalarda sistema polietilen trubkada ekan. Ideal sostenidagi zilimiz Yangi O'zbekistonda turibdi. Hujjatlari joyida, akamizga generalniy bo'lgan ekan. Qancha bo'ldi olganingizga? 3 oy bo'lib qoldi. 3 oy bo'ldi. Necha pulga oluvdingiz? 8 atrofida tushgan. 8 mingga tushgan. Endi hozir aka bunaqa narx yo'q, o'zingiz ko'rib bilib turibsiz aka. Bir 6 ming qo'yib yuboraymi aka? Ya aka, 6 ming. Keling endi olgan odam bir maza qilsin, shu imkon servisdan texnika oldimda bir xursand bo'lsa aka 6 mingga qo'yaylik shuni. Yo'q aka, mayli bo'lsa 7 ga qo'yaylik. Yo'q, 7 ga ham. Aka mashinangiz zo'r endi sharoit bunaqa bo'lib qolyapti. To'g'risi mashinada kamchilik yo'q, haqiqatan mana ko'rib turibman. Bo'pti 6,5 qo'yaylik aka, maylimi, rozimisiz? Keling 6,5 ga bo'lsa ham mayli bir ozgina sunnatga o'tib berasiz. Olib ketishadi xudo xolasa aka. Texnikani kelgan odam o'zi to'g'risi yoqtirib qoladi. Haqiqiy zil shaydosi bo'lsa bittada biladi texnikani qanaqaligini. Maylimi aka 6,5 qo'yaymi? Nima deysiz, ataylab keldim. Mayli bo'lsa. Bo'laveradi, 6,5 ga ozgina o'tib berasiz yana xudo xolasa. Akalar mana 6,5 ga tushirib qo'ydim. Xudo xolasa naq pul bilan kelsalaring sunnatiga yana o'tib berishadi. Texnikada hech qanday kamchilik yo'q. Haqiqiy ideal texnika olaman deganlar uchun qulay texnika. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu video roligimizni zo'r sostenida zil olaman deb yurgan do'stingizga ham tashlab qo'yishni unutmanglar.